Bugun o'rtoqlar Ohangaron ko'liga kelganmiz. Mana hozir eng qiziq joyi baliq chiqarish, ya'ni hosil olish jarayoniga kelganmiz. Hozir bunga qancha pul sarflandi, qanaqa hosil olinyapti, shuni birgalikda kuzatamiz. Ketdik. Hammaga assalomu alaykum. Hop, bu ko'limiz razmerini birinchi bo'lib aytsangiz, 2 gektar razmeri. Sadokda 4 mingta boqilgan. Bu yerda 20 mingta. Sadokga chiqardik 2.4 2.5 chiqardik. Oldida ham 2.7 2.8 chiqardi. Mana hozir ko'rdinglar, bu ham 2.5 2.8 ga o'tirib chiqyapti. Общий ko'lli sig'imi 26 mingta 27 mingta baliq boqildi shu 2 gektarlik ko'lda. Bu hozir chiqarayotgan balig'imiz 200 grammlik baliq bo'lgan, 55 tonna ovqat yem berdi, aliraklar bilan yem berdik. Mana hozir ko'ryapsizlar, natijasi shunaqa 20 mingtalik. Mana shunaqa eng kami 2.4 dan tepa. qachon tashalgan? Bu yilning boshida, bahorda. Aprelda. Aprel oyida tashalgan. Mana hozirgi kun kelib 22-dekabrda xohlasa o'rta vazni 2,5 kiloga o'tirib hosil bo'lib chiqib kelyapti. Bu umumiy hisobda 20 mingta balig'imiz 55 tonna yem yegan. Buni kalkulyatsiyasini pastda yozib qo'yamiz. Xudo xolisa ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.